ustozlar, qadrli mehmonlar. Bugun barchamiz uchun unutilmas kun. Chunki bugun 4-sinf o'quvchilarining ta'limni muvaffaqiyatli yakunlab, yangi bosqichlar qadam qo'ymoqdalar. Sizlarni xayr boshlang'ich sinf nomli bayram tadbirimizda xush kelibsiz deb tadbirimiz davomida o'quvchilarimiz o'z iqtidori, bilimlar va iste'dodlarini namoyish etadilar. Ular 4 yil davomida olgan bilimlarni, husn xotiralari va ustozlarga bo'lgan mehridan she'r, qo'shiq va sahna to'g'rilar orqali ifoda etadi. Endi davrani ochib berish uchun madaniy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosar Ro'zin vazifasini beramiz. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, aziz ustozlar. Mana bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanidagi Xalq maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga qarashli 67-umumiy o'rta ta'lim maktabida katta tantana, katta bayram. Bu Xayr birinchi ustozim, o'qituvchim, Xayr birinchi o'qituvchim nomli tadbir bo'ladi. Tadbirda 4-B sinf o'quvchilari hamda sinf rahbari Jumaniyaz va Mehribon bilan tadbirga olib boradi. Aziz ota-onalar, bolalarimiz kelganda qanday edi? Hozir qanday holatda? Mana ko'rib turibsizlar. Ko'rib ko'zlarimiz quvonadi. Ko'z segmasin. Jajji qo'limdan yetalab, harflarni o'rgatib, partalarda o'tirish, yozuv, o'quv, hisob-kitob qilish yo'llarini barchasini Jumaniyaz va Mehribon katta mas'uliyat bilan bajardi. Mana hozir o'quvchilarimizning bilim darajasini, qobiliyatini, mahoratini biz ko'ramiz. Ana shu bugungi Xayr birinchi o'qituvchim nomli tadbirni ochiq deb e'lon qilaman. Assalomu alaykum ustozlar. Bugun quvonchli bizning yo'q. 4 yil bilim olib ulg'aydik mana. 4 yil bilim olib ulg'aydik mana, bilim kunimiz ham yetib keldi yana. Ilk bor maktab sari qo'l ushlab kelgan, mehr bilan bizni ustozlar kutgan. Mehr bilan bizni ustozlar kutgan. Endi esa birga shodlanib kelajak sari qo'yamiz qadam. Ota-onam bizga suyanchdan bo'ldi. Mehribon ustozim qalbimizni to'ldirdi. Bugun sizga aytamiz cheksiz rahmat, doimlar bo'lsin sizlarga omad. Assalomu alaykum aziz davramiz. Boshlansin bugundan shod tantanamiz. Bugungi davrada 4-B sinf o'quvchilarining turli tillardagi tayyorligini eshitamiz. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, aziz ota-onalar va qadrli mehmonlar. Bugun biz uchun unutilmas quvonch va hayajonga boy bayram. 4-sinf bitiruv tadbiri. Shu qisqa yillar davomida biz ilk harflarni o'rgandik, doslar orttirdik, ustozlar mehrini his etdik. Bugungi tantanamizda bizni qo'llab-quvvatlagan ota-onalarimizga, bilim va tarbiya bergan mehribon ustozlarimizga chin qalbimizdan salom, assalom. Дорогие учителя, спасибо вам большое за ваш труд. Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Peace be upon you, respected teachers, dear parents, and honored guests. Today is an unforgettable and joyful celebration for us. During the short years, we learned our first letters, meet friends, and felt the kindness and care of our teachers. Endi navbat ustozlar haqida she'rlarga beramiz. Ustoz ilm yo'lida yoqqan chiroq zulmatida biz uchun bo'lgan nurli, har bir so'zi qolibga solingan urug' undan unib chiqar bilimli ko'ngil. Ustoz sabr bilan yo'l ko'rsatar, xatolarimizni mehr bilan tuzatar. Kelajak sari yetaklar bizni, orzular sari bog'lar bizni. Bir harf o'rgatgan ustozning qalbi sek turar doim, qalbimiz taqdir shu bois hurmat qilaylik har dam, ustoz eng ulug' har zamon.
Ustoz qabriga nur sochgan quyosh ilm bilan ochiladi. Minglab sirli bilgan so'z bilan ko'ngilga yo'l topar. Bizni kelajakka yetaklar har on. Ilm sehrini o'rgatgan, har bir xatolik bizni mehr bilan tuzatgan, kunimizga rochka ishlatgan. Rahmat sizga birinchi ustozim. Birinchi ustozim mehribon ustoz, qalbingiz nuriga to'la o'zingiz bizga farzandib yo'l ko'rsatdingiz, ilmni sirlarini sevib o'rgatdingiz. Siz bergan savoblar qalbimizdadir, mehringiz hamisha yodimizdadir. Doimo sog' bo'ling, baxtiyor bo'ling, shogirdlar kamolini ko'rib faxrlaning. Maktabni qarshi olganda beradi beminnat ta'lim, oldinga teng bu ta'lim, men aytaman muallim. Mana kasb bayramingiz, qutlug'lar o'quvchilaringiz, shogirdlar ardoqlab omon bo'ling o'zingiz. Ustozlar, muallimlar, sizlarni unutmaymiz bizlar, qabul aylanmoqda ularga bo'lsin muborak bayramlar. Bilim olib chinakam o'rganamiz har raqam, hammaga berar ta'lim, o'qituvchi muallim, ota-onamiz kabi mehr ko'rsatar bizga, ilm berib charchamas har bir o'g'il qizga. Biz ularni sevamiz, sog'-omon bo'lsin ular, tinmay qayg'uradigan bizning aziz ustozlar. Bizning ustoz eng zo'ri, bilmasak tushuntirar, ozmos harakat qilsak beshlarni qo'yib berar. Xuddi onalik mehr berib, beminnat ta'limlar berib, o'z xafasini bizni shod etib, jondan aziz ustozlar, mehringiz oltindagi teng, qalbingiz osmon qadriga teng. Doim ota-onadek mehr berdingiz, bizni farzandimizdek ko'rdingiz. Sizni xafa qilmaymiz, endi kech kuni bildik. Beminnat ta'limlaringizni olib, mana biza shoir bo'ldik. Bir paytda kichik edik, maktabga endi kelamiz. Bugun esa faxr bilan bitiryapmiz 4-sinfni. O'rgatgan tinmay charchoq nimaligini sezmay, xizmatingizni asla unutmaymiz. Sizlarni ardoqlayman ustozlarim. Onamdek mehr berdingiz, xuddi farzanddek ko'rdingiz. Nodonlarni ham inson bildirdingiz. Sizlarni ardoqlayman ustozlarim. Onamga teng mehringiz, e'zozlagay namingiz, shogirdlar kuylagay madhiyangiz. Sizlarni ardoqlayman ustozlarim. Mana 4 yil o'tibdi, bilimimiz ortibdi. Har bir harf, har bir so'z ustozdan qolgan iz. Quyosh kabi nur sochgan, ilm eshigini ochgan, o'z saboqni o'rgatgan ustoz degan ne'matlar. Omon bo'lsin boshingiz, uzoq bo'lsin yoshingiz. Tursin quyoshinggiz, ustoz degan ming rahmat. Bilim o'rganay desang, ustozingga quloq sol, dars jarayonida bilimlarga to'yib ol. Tushunmasang nimadir, darhol ustozdan so'ra, dangasalik qilmasdan izlagin undan ko'ra. Ustozing qadriga yet, ayamas sendan yordam, o'quvchilarim o'ylab yashar ustozlar hardam. Behuda ketmadi qilgan mehnatlar, siz uchun yora olsin ba'zi zaxotlar. O'quvchim sizga go'yo farzandlar, javobida oylagan birinchi ustoz. Ustozim bor mehribon, boshimizga sayoba, o'zingizga talabchan bo'lsin sog'oma. Aziz ustoz mehmonlar, qadrli ota-onalar, sizni bugun quvonch bilan qutlug'laymiz chin dildan. Ustoz bizga yo'l ko'rsatib, yaxshi so'zni aytib o'tar, ilm berib, mehr bilan bizni komil inson bilan. Qalamsiz qo'lga e'tibor yozib, savol etgan ustoz, esingizga biz ko'proq ta'lim bergan birinchi ustoz. Amen.
partout. Il est temps debout, debout, une rose à la main. Non, non, rien ne tient. Dans cette love story, dans cette love story, dans cette love story, oui, c'est love story. Promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore. Oui, oui je veux rester, mais que c'est plus aimé. J'ai été trop bête. Je t'en prie arrête, arrête comme je regrette. Non, je ne voulais pas tout ça. Je t'offrirai tout mon or si tu t'en fiches. Je t'attendrai sur le port et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle.
It's awesome.
uchun bular qildim ishtalar oching jannat eshigini oching yolda Allah aytgan Allohga Allah
Ona sabır timsoli, mehr dengizi, ko'zlarida yashirin mindat izi, kulib turar g'amini ichiga yutar, farzand uchun jonim himoyamas o'qar. Ona hayotimning birinchi nuri, yo'lib yurgan eng pok tuyg'u suri, har bir duosi mening qanotim, u bilan mustahkam butun hayotim. Yelkamdan yukimni sizimay olar, chachisi mehr bilan ko'nglimni olar, dunyoda eng aziz inson kimnisi, hech ikkilanmay aytaman ona desa. Onam, onajonim gulumsiz, yuragimning nursiz, bayramingiz muborak, eng azizim o'zingiz. Onajonim yuzlari quyosh misli porlaydi, go'zal allalar meni o'ziga chorlaydi. Qo'li ochiq mehribon, har so'zining sehribon, shirin so'zlari ila farishtalar mehribon. Ona bor hayotda yashash boshqacha, onaning ta'rifi yo'q, mehri boshqacha, kirsa hatto 90-100 yoshgacha. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Yashaydilar onamiz bizlarni o'ylab, kuni tuni Xudodan baxtimiz so'rab. Onasi yo'qlar, do'ymay yig'lab, ona bor hayotda yashash boshqacha. Onamiz umriga umr tilayman, bir umr tugamas baxtni so'rayman. Onasi yo'qlardan uzr so'rayman, ona bor hayotda yashash boshqacha. Odamda martaba obro' bo'lsa ham, qo'lida millionlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona bor hayotda yashash boshqacha. Onalar doimo hurmatda bo'lsa, farzandi albatta baxtini ko'rsin. Onasi yo'qlar to'ymaydi, yig'lab kulgan. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Yetimlik dardini yetim biladi. Uning bu dunyosi bir kam bo'ladi, o'zidan o'tganini o'zi biladi. Ona bor hayotda yashash boshqa. Dunyo aro mehr daryo, quyosh kabi nuri ziyosiz bor hayot, go'zal amossiz sizg'arib erur dunyo. Kechalari bedor bo'lib, oqsut berib Allah aytgan, yuragidan mehr talab baxtim so'rab duo qilgan, poyingizda jannat bog'i, sizsiz o'chmas ko'ngil dog'i, duo qiling onajonim, bola yerning ardog'i. Onajonim mehribon, yuragimning har doim buzilib turadi. Bag'ringiz eng kattadir, qalbingiz issiq, bag'ringiz keng. Sizga teng yo'q, hech kimga teng. Duo qilsa tinch yurak, onam menga eng kerak. Eng mehribonim onam, yaxshi insonim onam, baxtimga omon bo'ling, o'zimni jonim onam. Quyoshdan oldin turib, bizga non yopgan onam, bor mehrini dilimga kaftida tutgan onam. Onam mehri beqiyos, ta'rifiga dilim bor, onajonim kursalar, labidan to'kilar bor. Menga oltin kumush emas, faqat onam bo'lsa bor, hatto ko'kda oy yulduz bizga qiladi havas. Eng mehribonim onam, yaxshi insonim onam, baxtimga omon bo'ling, o'zimni jonim onam. Ikki ko'zimning nuri, yuragimning huzuri, hayotimning sururi, o'zimni jonim onam. Mehr bilan soyligim, ikki dunyo boyligim, duoga chiroyligim, o'zimni jonim onam. Erkalab yaxshilagan, boshlarimni silagan, doim maqtan tilagan, o'zimni jonim onam. Menga dunyo kerak emas, biror mansub shart emas, yonimda tirkak doim ota-onam bo'lsa bas.
En hit taroneler merkezi. Kalkımda köy boyu var, istiklal zaafını yarattın bir bal. Bu dünyaya onasan zor çırayık var. Bak kolay durmadan Özbekistan. Bayrağın başında fırfırar, Bağlagay istiklal maşalı. Bayrağın başında fırfırar, Bağlagay istiklal maşalı. Kuş ay yıldız yaldırar, Alhandır Özbek'in askarı. Kuş ay yıldız yaldırar, Alhandır Özbek'in askarı. İstiklal marşları yağmur batarım, Bayramın mübarek neyin candanım. Beyaz kılıp bakmam gelir yakardan, Halkana koylarga konup çalanım. Bayramın başında fırfırar, Bağlagay istiklal marşları. Bayramın başında fırfırar, Bağlagay istiklal marşları. Kuş ay yıldız yaldırar, Alhandır Özbek'in askarı. Kuş ay yıldız yaldırar, Alhandır Özbek'in askarı. Oturmalar. Yana bizlerde 4-cü bu sınıf okucularının sınıfımızın faxrı hesaplanır. Rayonlar ara, mektepte, Maydaran School'da matematikadan, testten birinci, ikinci, üçüncü oranda aldı benim okucularım. Faxrlı oralarda aldı. Hem de mekteplerin arasında birinci, ikinci, üçüncü oranda aldı. Mektepte 70, birini rayonda 70 mektep olatan olsa, şuların arasında birinci, ikinci, üçüncü oralarda aldı matematika fənini. Yani ana tili okuşlardan barıp birinci, ikinci, üçüncü oralarda aldı. Bağlarım sizler bilen faxırlanamam. Benim sınıfımın faxırlarımını. Hemmesinin boynunda bilen medalları var.
faxriyarlıkları var. Sizler bilen faxrlanaman. Gelecekte şu ata-analarımızın en yetuk farzandları bolmaysızlar. Hemmenizi yaxshi ko'raman. Tabrikleyman. Sen bir resimleri alvara ne? This
Ustasın,
ko'rmadik hech o'tib qaramas ayting do'stlar bunday ustoz qaylarda bor ayting do'stlar bunday ustoz qaylarda bor san'atda ham hayotda ham oz so'zi bor mag'zida faqat bo'lsin degan zo'r so'zi bor har ijodda ko'rinadi qalb ko'zi bor ayting do'stlar bunday ustoz qaylarda bor ayting do'stlar bunday ustoz qaylarda bor kelar ekan buncha quvvat kuch qayerdan yo'l topadi hattoki yo'q joylardan bosib ichar ko'k choylardan ayting do'stlar bunday ustoz qayerda bor ayting do'stlar bunday ustoz qayerda bor hech qayerda buzilmasin oshnalari hech ko'ngil ezilmasin boshnalari omon bo'lsin muxlis do'stlar oshnalari ayting do'stlar bunday ustoz qayerda bor ayting do'stlar bunday ustoz qayerda bor so'rab kelsa baliq emas qadoq berar so'ng qarmoqni ishlatishdan saboq berar bu sabog'i belda ulkan saboq bo'lar ayting do'stlar bunday ustoz qayerda bor ayting do'stlar bunday ustoz qayerda bor qirqdan oshgan bo'lsangiz ham yoshlaysiz yo'llarga ham yotmas qarindoshlaysiz mashhurlikka yo'lingizni boshlaysiz ayting do'stlar bunday ustoz qayerda bor ayting do'stlar bunday ustoz qayerda bor omon bo'lsin ko'rgan bu boshingiz qutlug' bo'lsin kirchilma shu yoshingiz badal e'lon etgan yuzlardan oshingiz ayting do'stlar bunday ustoz qayerda bor ayting do'stlar bunday ustoz qayerda bor ko'ring do'stlar bunday ustoz bizlarda bor ko'ring do'stlar bunday ustoz bizlarda bor savlat desa Mana aziz mehmonlar, aziz ustozlar, hurmatli ota-onalar, mening mana shu 4-klass sinfdagi o'quvchilarim bilan bugungi shunday bir chiroyli bayramona tadbirimizni tomosha qildinglar. Avvalambor hamma ota-onalarga katta rahmat aytaman. Sizlar shu menga qarashmaganlaringizda, sizlar menga yordam bermaganlaringizda mening tadbirim bunday chiroyli bo'lmas edi. Sizlarning boringizga shukr. Ana shunday go'zal, nafis, aql, dona, chiroyli, basavlat, zehnli, zukko o'quvchilarni menga yetkazib berganlaringiz uchun hammangizga rahmat aytaman. Aziz bolajonlarim, bilimdon bolajonlarim, mana bizlarning 2026-yildagi so'nggi tadbirimiz. O'zlaringizning menga aytadigan dil izhorlaringiz bo'lsa, hammangizni birma-bir kutib qolaman. Boshlab o'zlaringizning dil izhorlaringizni menga aytaverasizlar. Men sizlarni kutaman. Hammangizni yaxshi ko'raman, asalarim. Ya mukammal inson qanday bo'lishini o'rgatdingiz, sizdan minnatdorman. Ustoz, bizga nafaqat bilim berdingiz, hamda yaxshi muomalada bo'lishni o'rgatdingiz. Ustoz, men matematika fanidan birinchi o'rinni oldim. Bunda ham sizning mehnatingiz ko'p. Men sizga minnatdor aytaman. Minnatdorman. Men sizni yaxshi ko'raman.
ham yordamlaganim uchun meni kechiring, sizni yaxshi ko'raman. Ustoz, biz sinfda 27 tamiz, bizning injiqliklarimizga chidadingiz. Ustoz, bizni kechiring. Ustoz, men ko'p darslarni oldim. Ustoz, men sizdan xat beraman. Ustoz, bu kelgan mening mehrim sizga cheksizligi uchun qabul qiling. Menga bergan bilimingizdan menga ming rahmat. Ustoz, meni erkatoyim deb bag'ringizga bosdingiz, har bir qilgan erkaligim ko'tardingiz. Sizni yaxshi ko'raman, ustoz. Biz bir-birimiz bilan urushganimizda quchoqlashtirib, yarashtirib qo'yamiz. Buning uchun sizga rahmat. Ustoz, siz hammamizga bir xil qaradingiz, bilim berdingiz. Shuning uchun biz minnatdormiz. Ustoz, men sho'xlik qildim va sizdan ajratdim. Ustoz, meni kechiring. Sinfda eng ko'p men gapirgan bo'lsam kerak, boshingizni otgan bo'lsam meni kechiring. Ustoz, sog' omon bo'ling. Bizni vaqtimizga sog' omon bo'ling. Hech qachon kasal bo'lmang. Ustoz, men sizni juda yaxshi ko'raman. Umringiz uzoq bo'lsin, hech qachon kasal Ustoz, men sportda yaxshi natijalarga erishdim. Bunda ham sizning hissangiz katta. Sizga rahmat aytaman. Ustoz, men darsda o'qib qolib kech kelganman. Shuning uchun siz kechiring meni, ustoz. Ustoz, matematika fanidan bilim berganingiz uchun rahmat. Ustoz, siz bizni deb boshingiz og'rigan hamda qon bosimingiz ham oshgan. Ustoz, bizni kechiring. Ustoz, sinfda eng ko'p dars qoldirgan mendirman. Buning uchun meni kechiring. Ustoz, men sizni dilingizni og'ritgan bo'lsam, meni kechiring. Men sizni yaxshi ko'raman. Ustoz, siz onamiz bermagan tarbiyani siz berdingiz. Oltinga teng bilimlar berdingiz. Ketgan vaqtingiz va asablaringiz uchun bizdan rozi bo'ling. Ustoz, men sizni yaxshi ko'raman. Ustoz, sizdan bilimlarni olganimdan minnatdorman. Sizni yaxshi ko'raman. Ustoz, sizni kelgusiz Ustoz, bizni boshingizni og'ritgan bo'lsak, bizni kechiring. Ustoz, siz bizlarga o'g'il bola qanday bo'lishligini o'rgatdingiz. Men bunga amal qilishga va'da beraman. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Ustoz, mening injiqligim ko'p bo'lsa, siz bunga chidaylik.
qilamiz. Hurmat desa, hurmati bor, havasmand ayting do'stlar. Aziz ustodim, sizni juda hurmat qilaman. Menga bergan bilimlaringiz uchun katta rahmat. Sizga sog'lik, uzoq umr va baxt tilayman. Tabassum bo'ling. Ustoz, mening eng katta orzuyim sizni va oyimni umraga yuborish. Inshaalloh niyatimga yetay. Bolajonlarim, mana 4-sinf o'quvchilarim, mana o'zlaringizning izhorlaringizni aytdilaringizni qabul etaman. Endi sizlar bilan osmonga parvoz qilamiz. Kelajakda eng yaxshi insonlar, eng bilimdon jamiyatga kerakli bo'lgan insonlar bo'lib yetishingizdan tilakdoshman. Shu ota-onalaringizni baxtiga sog' bo'lgaysizlar. Kelajakda Ka'baga ehson etuvchi saxiy boylardan bo'lgaysizlar. Qani birgalikda hammamiz parvoz qilamiz. Kelajakdagi starchi sinfga o'tasizlar. Hammangizga omad tilayman. Yuzimni yerga qaratmay, o'qishlarga kirgan vaqtimda da meni eslab qo'yasizlar degan niyatdaman. Hammangizga oq yo'l bolajonlarim. Shu bilan hurmatli ota-onalar, bugungi tadbirimizni yakunlaymiz. Hammangizga cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Kelajakda shu farzandlaringizni oldida sog'-salomat bo'lib, hamma shu o'g'il-qiz farzandlarimizning rohatini ko'ring. Xudoyim shu bolalarni men o'qigan bolalar eng yaxshi insonlar, jamiyatga kerakli eng yetuk insonlar. Shular orqasidan siz, biz faxrlanaverdik. Katta rahmat. Hurmatli ota-onalar, mana shu 4 yil mobaynida shu o'quvchilarim, qizlarim, bolalarim eng yaxshi natijalar bilan, g'alati bilan bo'lishamiz. Ularga xizmatlari uchun, bilimdonligi uchun, yutuqlari uchun faxriyatlar beracakmiz. Hozir Amin va Nasib ikkovimiz topshiramiz shuni. Mana hurmatli ota-onalar, o'quvchilar, sizlardan yil davomida olgan bilimlaringizni biz inobatga olgan holda o'qituvchimiz sizlarga hurmat bilan faxriy yorliq taqdim etib Komiljonov Sanjar yil bilimdoni faxriy yorlig'i bilan taqdirlanadi. Komiljonov Sanjar, siz yil davomida bilim olishga bo'lgan yuksak intilishingiz, tirishqoqligingiz, mas'uliyatli yondashishlaringiz hamda darslardagi faol ishtiroklaringiz bilan ajralib turganingiz uchun ushbu faxriy yorliq bilan taqdirlanasiz. Siz bugun qo'lga kiritgan yutuqlaringiz kelajakdagi ulkan muvaffaqiyatingizning mustahkam poydevoridir. Oldingizga qo'ygan maqsadingiz sari ishonch bilan intiling. Bilim olishdan aslo to'xtamang. Sizda buning uchun yetarli salohiyat, iqtidor va kuch mavjud. Kelgusida yanada yuqori cho'qqilarni zabt etishingizga ishonaman. Sizni yaxshi ko'raman. Berdibayev Jondarbiga shu bilimdonligi uchun zukkoy, aqlli, zehnli Maydaram skoldagi bo'lib o'tgan testlarda faxrli 1-o'rinda olganligi uchun taqdirlanadi. Taqdirlaymiz. Nariman va Zarina qizimizdan shu
ingliz tili, matematikadan Maydaram School maktabida bo'lib o'tgan testlardan birinchi o'rinni olganligi uchun taqdirlanadi. Faolligi, aqlli, zehnli, xushliligi bo'lganligi bilan mukofotlanadi. Tabriklayman qizim. Kamalbayev Nurlan ham shu bilimdonligi, aqlli, esli, xushliligi, odobi, yaxshiligi hamda shu neki to'garaklar bo'lsa, jamoat ishlarida faol qatnashganligi uchun yanada voleybol bo'yicha birinchi o'rinni olganligi uchun taqdirlanadi. Davidboy va Sara qizimiz ham shu ingliz tili bo'yicha, matematika, ona tili bo'yicha Maydaram School'da qatnashgan testlarda yuqori ball birinchi o'rinni olganligi uchun taqdirlanadi. Yana karate bo'yicha o'zining bir necha medallari bilan taqdirlangan, sertifikatlarga ega. Tabriklaymiz. Rajabboy Ergash bolamiz ham shu sinfimdagi eng aqlli, dono bolamiz. Hamma jamoat ishlarida faol qatnashganligi uchun matematika, ona tili o'qish fanidan testdan birinchi o'rinni olganligi uchun taqdirlanadi. Rahmat bolam, faxrlanaman sen bilan. Boyeva Mahnur qizimiz ham sinfimizdagi eng a'lochi, eng erkatoy, shirintoy qizimizni tabriklayman. Ingliz tili, matematika, ona tili o'qish fanlaridan birinchi o'rinni egallagani uchun tabriklaymiz. Kelajakdagi eng yaxshi inson bo'lishingga tilakdoshman qizim. Seni yaxshi ko'raman qizim. Qulbayev Jandus bolamiz ham sinfimizdagi eng a'lochi bolalardan biri. Matematika fanidan bu ham birinchi o'rinni olgan. Tabriklaymiz. Eng yaxshi, odobli, xulqli, mehrli inson. Tabriklayman bolam. Xudoybergenov Quvonch bolam ham matematika fanidan birinchi, ikkinchi o'rinlarni oldi. Buning uchun ota-onasiga katta rahmatlar aytaman. Moddiy tomonidan qo'llab, Maydaram School'da bo'lib o'tgan testlarda qayta topshirib, birinchi, ikkinchi o'rinlarni egalladi. Faxrlanaman sen bilan bolam. Bahadirova Sarvinoz qizimiz ham sinfimizdagi eng yoqimtoy, eng muloyim, eng a'lochi, jamoat ishlarida faol, hamma labbay deb javob berib turadigan namoral huquqli, odobli qizim. Hamma fanlarda o'qish, ona tili, matematika, ingliz tili bo'yicha bo'lib o'tgan testlardan birinchi faxrli o'rinni egallagani uchun taqdirlanadi. Sen bilan faxrlanaman qizim, seni yaxshi ko'raman. Sinfimizdagi eng muloyim, eng yoqimtoy, eng tinch bolamiz. Buni ham tabriklaymiz. Matematika o'qish, ona tili fanlaridan faxrli o'rinlarni egallagani uchun sinfimizdagi eng odobli, ovozi chiqmaydigan yoqimtoy yigitimiz bor. Lekin odobi juda yaxshi. O'zim yaxshi ko'raman, hurmat etaman. Tabriklayman, seni yaxshi ko'raman bolam. Sidabullayev Asadbek bolamiz ham sinfimizdagi eng mehribon o'quvchi. Sidabullayev Asadbek bolamiz Maydaram School'da qatnashgan, ona tili fanidan faxrli birinchi o'rinni olgani uchun tabriklayman. Seni yaxshi ko'raman bolam. Eng mehrli bolamiz sinfimizdagi. Qanday ishlar bo'lsa men deb labbay deb javob berib, yonimda yo'ldosh bo'lib, darrov yordamlashib ketaveratan bolam. Seni yaxshi ko'raman bolam, faxrlanaman. Indira qizimiz ham sinfimizdagi eng a'lochi, eng ovozi chiqmaydigan, shunday bilimtoy, shunday shirintoy qizim. Tabriklayman. Bu qizim ham rus tilidan faxrli birinchi o'rinda olgan qizim. Tabriklayman. Sen bilan faxrlanaman. Kelajakdagi eng yaxshi universitetlarga kirib, shu vaqtda mening o'qituvchim Mehribon opay edi deb eslab qo'ysan, seni shu vaqtda mening ham yodimga tushasan-da qizim, yaxshimi? Seni yaxshi ko'raman, hurmat etaman. Tabriklayman. Azadova Nigina qizimiz sinfimizdagi eng shafqat, eng go'zal, eng chiroyli, tinib tinchimiz, hamma narsaga qiziqadigan
nima desam bo'ladi? Kuch hayrati oshib toshib yotdi, sirtidan chiqib yotdi. Zo'rdan to'xtataman bu qizimni. Eng yaqin toy qizim bu bilimdan. Maydaram School maktabidagi bo'lib o'tgan matematikadan faxrli birinchi o'rinda olib keldi shu qizim. Sen bilan faxrlanaman qizim. Seni yaxshi ko'raman. Seni sog'aman qizim. Baxtiyor Farruxjon. Baxtiyor Farruxjon sinfimizdagi eng ses chiqargan bola, eng og'ir buldozer bolam bu. Baxtiyor Farruxjon bugun tayinmasan desang, ha, deb o'tiradigan bola. Mening sabrimni siytag'im bolam bu. Bilmas emas, lekin yaxshi o'qiydi. Eng tinch bolam bu. Var yo'g'an bilim yetib sinfimdan, endi kelajakda Xudo xolasa uchib ketadi bosmalarga. Sen bilan faxrlanaman bolam. Jamoat ishlarida faxrli o'rinlarda yuradi, hamma vaqtlarda deb javob beradi. Yaxshi xulqli bola o'qishlarda a'lo darajada o'qiydi. Tabriklayman bolam. Tajiboyeva Zahra qizimizdan sinfimizdagi eng yoqimtoy, eng chiroyli, eng go'zal, eng indamas deb qo'ygan qizim. Bilimi bor, lekin yonina borib so'rab olaman Zahradan. Kelajakda shunday zarinalar yo'lda qoldirib ketadi meni qizim. Shunday mehribon qiz va yaxshi ko'raman seni. Hurmat etaman qizim. Jamoat ishlarida eng faol qizim, eng go'zal qizim, a'lochi qizim. Seni yaxshi ko'raman. Nima aylaysan, men sog' o'tirsam. Voy jasur bolam, kelganma bir maqtab kelishni bolam. Karimboyev Jasurbek bolam sinfimizdagi eng lutchik bola bu. Osmonlarda yuradi, hamma tinib tinchimas. Bir darsning o'zida 20 marta jasur aytiladi. İşlerden siymaydi hech narsa, lekin bilimi yomon emas. Allohga shukr, matematika fanidan faxrli ikkinchi o'rinda olib kelgan bolam bu. Rus tilidan ham ikkinchi o'rinda olib kelgan bolam. Sen bilan faxrlanaman bolam. Osmonlarda uchib parvoz etib, kelajakda eng yaxshi inson bo'lasan. Tabriklayman. Kamiljonova Ruxshona qizimiz. Ya. Ne? Rahmat. Yine sıradan şey var ama maskama. Kamiljonova Kamiljonova Ruxshona qizimizga sinfimizdagi eng yoqimtoy, eng shirintoy, eng nima desam bo'ladi. Ko'ngli ochiq, keng, daryo qiz. Hamma vaqt shu jamoat ishlarida faol qatnashadi. Eng yaxshi qizimiz. Xulqlari, odoblari, o'qishlari hammasi joyida. Tabriklaymiz. Yaxshi ko'raman sizni qizim. Yusupov Beknur bolamsan sinfimizdagi eng tinch, eng buldozer desak ham bo'ladi. Turtsakkina so'rab olaman men. Beknur bolam kecha men yuvib o'tdim, mening yotma savollarga zo'r o'zdan chiqarib olaman. Bu balamiz ham shunday mehribon, yaxshi, qandaydir xulqlari ham yaxshi, tinch, sinfda bor yo'q bilmaydi, lekin o'qishlari yaxshi, odobi xulqi yaxshi, jamoat ishlarida faol qatnashadi. Hamma hech qachon dars qoldirmaydi. Tabriklaymiz. Sizga katta rahmat. Mashhur yo'lamga yurgan ta'lim tarbiyangiz uchun, qilgan mehnatlaringiz, asablaringiz uchun rozi bo'lamiz. Sizga katta rahmat. Aramizda yaxshi yomon gap o'tgan bo'lsa yo'q. Xadiboyeva Kamila sinfimizdagi eng ko'p so'raydigan qizimiz, eng shafqat qizimiz. Shu uchib qo'nib hamma narsaga qatnashib, ichine siymaydi. Neyse. Eng go'zal, eng erkatoy turishlarına qarang. Jamoat ishlarida faol qatnashadi, eng latofatli qizimiz, bilimdon qizimiz. Tabriklayman, sen bilan faxrlanaman qizim, seni yaxshi ko'raman. Toshkentda ishlayotib, tabriklarini aytib qo'ydi.
Üzülünü aytıp koydu, apası neydi, sırtta işe vardı. Sabırcan balam. Kamrayip Sabırcan. Sınıfımızdaki en mulayim, yakıntay balamız var. Bilgenini sonra balamız bundan ama. Endi sonra qarab açılış vaqtida qanatsiz keyin maktabga gap qopti. Kelasi yil davom ettiramiz, shu shaddodlik bilan. Men seni ishonaman bolam. Seni yaxshi ko'raman. Rustam va Diyana qizimizdan tabriklaymiz. Jamoat ishlarida faol qatnashadi. Xulqidim yaxshi. O'qish fanidan testlarda qatnashib, ikkinchi faxrli o'rinda olib, yaxshi natijalarga erishib keldi. Seni tabriklayman qizim. Seni yaxshi ko'raman. Roziyeva Nigina qizimizdan tabriklaymiz. Jamoat ishlarida faol qatnashadi. Darslardan yaxshi o'zlashtirib, aloqali eng bir yuragi toza, mehribon qizimiz bu. Seni yaxshi ko'raman qizim. Kelajakda eng yaxshi inson bo'lib yetishingga ishonaman. Rajabbayev Mehruzbek bolamizdan tabriklaymiz. Jamoat ishlarida faol qatnashadi. Darslardan a'lo. Sen bilan faxrlanaman bolam. Seni yaxshi ko'raman, tabriklayman. Muhammedjon va Madina qizim. Seni ham yaxshi ko'raman qizim. Jamoat ishlarida faol qatnashadi. Eng mehribon, eng yaqinchoy qizim. Hamma azonda ishga kelsak, oldimdan chiqib meni o'zimning qizimdek quchoqlab kutib oladi meni. Shunday yaxshi ko'raman, sog'inib o'tiraman seni uyda. Uyamda meni kim quchoqlaydi azon bilan? Seni yaxshi ko'raman. Faxrlanaman sen bilan qizim. Bahadir Shohjahon bolamiz. Bahadir Shohjahon bolamiz seni ham tabriklayman. Maydaram skolda o'qib keldi bu bolamiz. Yaxshi natijalarga erishib keldi. Matematika fanidan ikkinchi faxrli o'rinda oldi. Sen bilan faxrlanaman bolam. Eng yaxshi, eng odam yaxshi o'quvchi bolam. Tabriklayman. Abdullayev Alisher bolamizdan tabriklaymiz. Sinfimizdagi eng sho'x bolamiz, eng kenjatay bolamiz, erkatay bolamiz. Endi bu darslarni eng o'zlashtiradigan qarashsiz maktabga kelib qoldi. Kelasi yil chetamiz, davom ettiramiz, chi? Zulaman. Kelib turaman. Eshitaman. O'zim tekshirib turaman, davom ettirib ketaverasan, yaxshimi? Seni yaxshi ko'raman bolam, faxrlanaman sen bilan. Kelajakdagi eng yetuk inson bo'ladigan bolam, zo'r bolam. Mana shu yil davomida o'qish yili davomida olgan bilim natijalaringizni sizning mehribon ustozimiz taqdirladi. Qani o'qituvchimizga nima deymiz? Barakalla o'quvchilarimiz. Mana shu sizlarning qanday bilimga ega bo'lib, natijalarga erishgan sayin ustozimiz sizlar bilan faxrlanib, shunday quvonib yuradi. Ota-onalarimizga da shunday bir mehribon, bir sodiq, komil inson bo'lib yetishinglar. Ota-onalar sizlarga da katta rahmat. Ana shunday bo'lib, chiroyli bo'lib, faxriyorlikqa erishishida sizlarning katta yo'llaringiz bor buning ardında. Qissalaringiz juda ham ko'p. Tabriklayman hammangizni. Yurtdoshlar, o'quvchilar, hammangizga rahmat. Allohdan mehribon rahmat. Bizga ko'rib taraqqiyot qilib, bugun zo'r bo'ldi. Qattiq quvondim. Rahmat, katta rahmat. Sizlarning bolalarga shunday tarbiya berganingiz uchun. Allah mehribon salomat qilsin. Shu bolamizni shu voyaga yetkazgan ekansan, Xudoyim shu ahvolingizga tushirib, Xudoyim sana sog'lik bolalarga bersin. Rahmat sana, shuncha minnatlarga. Sog' bo'laysan. Allah'ın sağlıklarını sınır, günahlarla topla, onu seversin, mehribasın, mehribasın,
rahmet aytamiz. Rahmet. Bana kesinlikle okumuşlar, bölümlü, elimli balalar çok teşekkür ederim. Rahmet. Mehriban ustaz, hammangizga rahmat. Shu yerda shuninglarni tashkillashtirgan ustozlarga rahmat. Mehribonlar avvalga rahmat. Xudoyim shu bolalarimiz oliy ma'lumotli bo'lib kelgusida elimizda, yurtimizda xizmat qiladigan sizlarning yuzlaringizni oqliklarini bir umr qizlar bo'lib ketishsin. Hammangizga rahmat. Rahmet.